90 ming dollarga suv, svet, gazlari bor. 5-6 xonalari uje put bo'lgan. 6 sotilik chiroyli uy bo'lganda olarmidinglar do'stlar? Videoda ko'rib turinglar. Assalomu alaykum do'stlar. Suv, svet, gazlari bor. Juda ham chiroyli mahalladagi, aynan 180-ko'chadagi 132 6 sotilik xonadonimizni bugun obzorini ko'rsatgani keldik. Do'stlar, orientirlarimiz mana shu yo'ldan ana mashina ketyapti. Bu uje 136-marshrutkalar yo'li bo'ladi. O'ng qo'lga shunday chiqsanglar, Jamoliddin magazin, Fetjenki maktablar, uchastkovoy, xullas juda ham sentrga yaqin. Endi mana bu yerda mana pastga tushadigan bo'lsanglar, uje kanalni teva tomoni asfalt yo'li bo'lyapti. 110-avtobuslar yo'li. Uni qo'shnilar juda ham ahil, yaxshi insonlar. Do'stlar, kelinglar. Ushbu xonadonimiz bo'ladi, bu kira olishimiz bo'lyapti. Do'stlar, mana bu bochkasini olib ketishadi. Sizlarga o'rnini chiroyli qilib огородlar chiqarib bo'shatib berishadi va kelinglar. Bu yoqqa kirganimizda asosan o'ng qo'limizga chiroyli bo'lib mana uylarimiz planimiz tushgan ekan. Tevasi ham va pastini ham podval qilib foydalanib qo'yishgan ekan. Buni ichlarida ham xonalarimiz bor. Endi podvallarda o'zingizlar kelsanglar bir qator ko'rib olasizlar. Lekin mashina qo'yadigan joylarimiz juda ham katta ekan. 5 tacha, 4 tacha mashina sig'adi. Sizlar mashinani nima qilasizlar sig'dirib? Do'stlarim, bitta mashina, bitta xonadonga o'zi yetadi. Shunga mashina qo'yib turib, bu yoqni chiroyli qilib brushatkalar qilib, do'stlar, malariga naveslar qilib va ma'ki so'rilarni qo'yib, ziloniy zona harchalarni ekib qo'ysanglar juda ham chiroyli. Odam ko'rsa havas qiladigan joy do'stlarim. Va aka, mo'bitdan bitta chiroyli obzorda olib berasiz. Bu yerda juda ham go'zal manzara bor. Do'stlar, qaranglar, bulutlar turishini qaranglar do'stlar. Mashalloh, qaranglar. Ko'kmi osmon. Toza havo bilinib turibdi do'stlar. Endi kelinglar, bir qator uylarimizni ko'rib qo'yamiz. Endi do'stlar, Rovotdan kirganimizda o'ng qo'limizda, ya'ni ushbu tevadagi xonamizni ko'ramiz, kelinglar. Kirganimizda uzungina birinchi xo'lga ko'zimiz tushadi. Mana bu uyda egasining yuklariga e'tibor bermanglar, bir pastda bo'shatib berishadi. Shunday burilganimizda mana bu yerda birinchi xonamiz bo'lyapti. Bu hozirgi kunda chiroyli remont romlari bor. Mana shkaf stenkalari bor. Bu birinchi xonamiz bo'lyapti. Bu xonadan chiqamiz. To'g'ri ichkari kirganimizda buni oldida yana bitta detskiy xonamiz bo'lyapti. Mana bu xonamiz ham aboylar yopishgan ekan. Bu yerda ham stenkalarimiz, shkaflarimiz bor ekan. Bu ikkinchi xonamiz. Endi buni oldida esa yana bitta xonamiz bor. Bu xonamiz ham juda ham chiroyli remontlar qilgan ekan. Qaranglar, va mashalloh. Bu, ya'ni dushovoy ekan. Endi do'stlarim, Rovotdan shunday tepaga chiqqanimizda chap qo'limizga, ya'ni uyimiz ichki tomonidagi xonalarimizni ko'rib chiqamiz. Shunday kirganimizda bu yana bitta xonamiz bo'lyapti. Mashalloh, qaranglar do'stlar. Endi bu yerdan chiqamiz. Buni oldida yana bitta xonamiz bor. Bu xonamiz ham remontlar qilgan ekan. Mashalloh, qaranglar. Juda ham katta mehmonxonamiz ekan bu. Do'stlar, Rovotdan kirganda o'ng qo'ldagi ushbu xonalarimizni ko'rib chiqdik. Endi bu xonalarimizni ko'ramiz. Bu, ya'ni kira olishimiz bo'lyapti. Bu hozirgi kunda kuxnya ekan, do'stlar. Mana kuxnya ekan, romlari bor. Plus konditsionerlar qo'yilgan. Mashalloh. Endi do'stlar, shu xonalarimizni hammasini ko'rib chiqdik. Endi mana bu yerda bitta kladovkamiz bor ekan. Mana bu yerda ham putilmagan ikkita xonamiz bor. Endi buni sanuzol qilsanglar ham bo'laveradi, banya. Buni oldida hojatxonamiz ham bor. 6 sotik. Qanday go'zal do'stlar, qaranglar. Sa'nin kattaligini qaranglar. Mana bu yerda 8 tonnalik suvimiz ham bor ekan, kerak bo'lsa. Va qaranglar, mana bu qo'shni tomonlarda juda ham chiroyli qilib qaranglar, betonlarni qo'yib chiqishgan ekan. Mashalloh, gazlarimiz tushgan ekan. Juda ham zo'r. Bu manzarani qaranglar do'stlar. O'nadirga chiqqaninglarda kanalni bo'yidan kirsanglar ham bo'laveradi, ya'ni teva tomonidan yoki kanaldan o'tib turib Fetjenki maktab tomonlaridan ham kirsanglar bo'ladigan ushbu 180-ko'chadagi 132-uyimiz. 0551 bilan 0088 98. Qaytaraman, 0551 bilan 0088 98. Kelib dokumentlarni bir qator tekshirtiringlar. Xudo xolasa zo'r chiqadigan bo'lsa, do'stlar, kelib mashirdagilarga yaxshi qo'shni bo'linglar.